Assalomu alaykum hoji akalar, assalomu alaykum. Alaykum Hoji aka, bunaqangi baxt hammani ham boshiga qo'navermaydi. rahmat. Alloh ziyoda qilsin mana. Shu 3 kundan beri derazaga keldi, sayradi. Qanaqa qushkin deb qarasam, shunday qilsam qo'limdan boshimga Boshqani boshiga qo'nmayapti. Qo'nmaydi. Hech kim oldiga kechasi ham o'zimda yotadi, ustimda yotadi, yelkamda yo'q, qornimda yotadi. Qayga borsam uchib ketmaydi, shu boshimdan boshqa yoqqa bormaydi. Gap yo'q. Shu non pon bersam, suv pul bersam, nima bersam yeydi. Kecha gaplashdik, siz Namangan, o'zim asli Tojikistonlikman, Namanganda yashayman dedingiz. Tojikistonda tug'ilganman, Namanganda yashayman. Alloh ziyoda qilsin. Alloh ziyoda qilsin aka. Qarang, bunaqangi qush hech kimni boshiga qo'nmaydi. Qarang mana. Buni chiqaramiz internetga mana, xudo xolasa. Buni qarang endi. Buni qarang mana. Gap yo'q. Bu narsani qarang, buni Allohning mo'jizasi-da bu. Shunaqa. Boshingizda yuribdi 2 kundan. Yuribdi, hech kun ketmaydi. Hech kimga bormaydi. Montaj qo'l uzatsa chig'irlaydi, unamaydi. Derazaga qo'yaman, haydaveradi, o'lib qoladi desam, tarvorsam qaytib kirib, shunday keladi boshimga qo'nadi. Hayron qoldim. Bunaqa bo'lishini. Mashalloh. Mana shu yuraman, mana shu hech joyga ketmaydi. Mana hamma joyga boraman. Mana buni qarang endi. Mana aylanib yuraman. Mana shu yerga yursam, boshimdan ketmaydi boshqa joyga. Yopishib olgan. Hech yoqqa bormaydi boshimda. Faqat boshimda 3 kun bo'ldi. Mana qarang. Mana mo'jizani ko'ring, mo'jizani. 3 kundan beri boshimda boshqa ketmaydi. Mana shu qum bo'lganda derazadan kirib. Ka'bada bitta insonni boshiga qo'ngan ekan, o'sha kasali tuzalib ketgan ekan. O'sha qushmi? Mana shu qush shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa qush ekan mana. Yo'q, bu ketmaydi. Hech 3 kundan beri boshimda. Ash tog'ani boshida Hammasi olaman dedi, unamaydi.